هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Tevbe tefsiri 106. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Tevbe suresi 106. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Yana bir kısım cihatga chiqmagan kishilarning ishi Allohning amriga qoldirildi. Allah ya ularni tavba qilmasa jazolaydi, ya ularni tavbaga muvaffaq qiladi va mag'firat qiladi. Allah ularni, ya'ni ularning ahvolini bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Cihatga chiqmagan 3 odamning ishining Alloh taologa qoldirilganligi. İbn Abbas, Mujahid, Ekrime, Zahhak ve bir qancha kishi mundaq deydi. Bu 3 kishi tavba qilishga kechikib qoldi. Ular Muzara ibn Rabi, Ka'b ibn Malik ve Hilal ibn Umayya qatorliqlardir. Bularmu rahat farog'atga berilib ketgan. Issiqda jihad qilishdan salqin joylarda turishni ortiq ko'rgan. Haqqa shak va munofiqlik bilan qaraganlikdan emas, balki jihadga sal qarab Tabuk g'azotasiga chiqmagan kishilar qatorida edi. Ulardan bir qism kishilar Abu Lubaba va uning hamrohlari qilgandek o'zlarini masjidning to'riklariga bog'ladi. Yana bir qism kishilar bo'lsa, unda qilmadi. Bular yuqorida tilga ilingan mazkur 3 odamdir. Bulardan ilgari o'zlarini to'riklariga bog'lagan kishilarning tavbasi qabul qilinganligi haqida oyat nozil bo'ldi. Bularning tavbasining ishi Alloh taolo qoldirilib, ular to'g'risidagi oyatlar kechiktirilib nozil qilindi. Allah haqiqatan payg'ambarning va uning qiyinchilik paytida ergashgan muhojirlar va ansorlarning tavbasini qabul qildi. Jihadga chiqmagan 3 kishining tavbasini Allah qabul qildi. Shuncha keng zamin ularga tor to'yilgan. Bu haqda Ka'b ibn Malikning qissasida tafsili to'xtalib o'tamiz. Allah ya ularni tavba qilmasa jazolaydi, ya ularni tavbaga muvaffaq qiladi. Ya'ni ular Alloh taolaning afv qilishiga bog'liqdir. Agar Allah ularni jazolashni xohlasa, afv qilmasdan jazolaydi. Agar Allah ularni afv qilishni xohlasa, ularning tavbasini qabul qiladi, lekin Alloh taolaning rahmati g'azabini besib tushadi. Allah ularni, ya'ni ularning ahvolini bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ya'ni Allah kimning jazolanishga, kimning afv qilinishga tegishli ekanligini obdan bilguchidir. İşlerini ve sözlerini hikmet bilen kılgıçıdır. Allah Teala'dan başka hiç ilah yoktur. Onundan başka hiç terbiyeci yoktur. Bazı kişiler müminlerge ziyan yetkizиш, küfrünü küçeytiş, müminlerin arasını parçalaş, Allah'a ve onun peygamberine karşı durgan adam, yani Ebu Amr rahib
Musulmonlarning kelishini kutish maqsadida masjid bino qildi. Ular biz faqat yaxshilikni iroda qildik deb cho'qim qasam qildi. Alloh guvohlik berdiki, ular shak shubhasiz yolg'onchilardir. U masjidda mangu namoz o'qimagan. Birinchi kunidan tortibla taqvo asosiga qurilgan masjid haqiqatan sening namoz o'qishingga eng loyiqdir. Uningda gunohlardan pok bo'lishni so'yadigan kishilar bor. Alloh ichki va tashqi jihatdan pok bo'lg'uvchilarni do'st tutadi. Ziyon yetkazish asosida selingan masjid bilan taqvolik asosida selingan masjid to'g'risida. Bu ulug' oyatlarning nozil bo'lish sabablari mundaq. Payg'ambar alayhisalom Madinaga kelishdan ilgari Madinada Hazraj qabilasidan Abu Amr rohib deb ataladigan bir odam bor edi. U islom kelishdan burungi davrda xristian diniga kirgan va ahli kitoblarning ilmlarini o'rgangan edi. U jahiliyat davrida Abid deb atalib, Hazraj qabilasida nayt cho'ng yuz topgan odam edi. Payg'ambar alayhisalom Madinaga hijrat qilib kelgandan keyin musulmonlar uning atrofiga to'plashdi. İslam şuari üstünlükке erişti. Allah Teala musulmonlarni Badr urushida g'alabaga erishtirdi. Shuning bilan la'nati Abu Amr o'zini ko'rsatib, islom dinining dushmanlik qilish bilan maydonga tushib oshkor islom diniga dushmanlik qilish bilan maydonga tushib oshkora o'ttirga chiqdi. U Mekkadagi Quraysh kafirlarining qishig'a qechib berib, ularni Payg'ambar alayhisalomga qarshi urush qilishga qudrat qildi. Quraysh mushriklari o'zlariga qatilgan arab qabilalari bilan birlashib Uhud urushi bo'lgan yili Payg'ambar alayhisalom bilan urush uchun Uhudga keldi. Bu urushda musulmonlarga bir muncha musibat yetdi. G'olib va buyuk Alloh ularni sinidi. Oxirgi g'alaba taqvodorlarga mansub bo'ldi. Bu fosiq musulmonlar bilan mushriklar o'tirsidagi yerlarga bir muncha o'raklar qizib o'tgan edi. Bu fosiq musulmonlar bilan mushriklar o'tirsidagi yerlarga bir muncha o'raklarni qizib o'tgan edi. Bu o'raklarning biriga Payg'ambar alayhisalom tushib ketdi. Shu kuni uning yuzi jarohatlandi. Ostinqi o'ng tarafdagi udul tishi chiqib ketdi. Beshi yerildi. Abu Amr urush boshlanishining oldida safning oldiga o'tib, o'zining qavmidagi ansorlarga xitob qilib, ularni o'ziga yordam berishga va o'ziga qo'shilishga chaqirdi. Ansorlar uning maqsadini bilgandan keyin, "Ey fosiq, ey Allohning dushmani, Allah bizni sana yordam berishdan saqlasin" dedi. Ular uni haqorat qilib tilladi. Shuning bilan u Allohning nomi bilan qasamki, mendan keyin qavmimga haqiqatan yomonlik yetibdi deganicha qaytib ketdi. U Makkaga qochib ketishdan ilgari Payg'ambar alayhisalom uni Alloh taolaning diniga chaqirib, Qur'on o'qib bergan edi. Biroq u islomga kirmay, kufrlikda texmu addidan oshdi. Shuning bilan Payg'ambar alayhisalom uning yiroq joyda surgun holatda o'lishiga beddua qildi. Bu duo ijobat bo'lgan edi. Uhud urushi oxirlashganda Abu Amr Payg'ambar alayhisalomning dinining yanada ustunlikka erishganligini ko'rgandan keyin Rum podshohi Heroqilning qishig'i berib, uningdan Payg'ambar alayhisalomga qarshi yordam so'radi. Podshoh uningga yordam berishga va'da berib, uni umidlantirdi va qishida bir mezgil turg'izdi. Abu Amr qavmini Hazraj qabilasi ichidagi islom diniga shak bilan qarg'uvchilarga va munofiqlik qilguvchilarga xat yozib, xatida ularga
o'zining payg'ambar alayhissalomga qarshi urush qilib qo'shin boshlab keladiganligi, uning ustidan g'alaba qilib uni islom dinidan qaytarib yetadiganligiga va'da berdi hamda ularni umidlantirdi. U yana xatida ularni o'z tarafidan ularga xat ilib kelgan kishi tushadigan, keyincha o'zi kelgandan keyin o'ziga ko'z tutish, o'ziga ko'zitish o'rni bo'ladigan bir joy hozirlashga buyurdi. Shuning bilan ular Quba masjidiga yaqin bir joyga masjid selishga tutish qilib, payg'ambar alayhissalom Tabuk g'azotida chiqishdan burun masjidni puxta va haybatli qilib bitirib chiqdi. Ondan ular payg'ambar alayhissalomning qishig'i kelib, uningdan o'zlarining masjidlariga kelib namoz o'qib berishni talab qildi. Ular payg'ambar alayhissalomning bu namozi bilan uning o'zlari solgan masjidni tasdiqlaganligiga dalil qilmoqchi bo'ldi. Ular bu masjidni faqat ojizlarni va qorong'u kechada yiroqqa borolmaydigan meyiblarni ko'z tutib solganligini bayon qilishdi. Allah payg'ambar alayhissalomni u masjidda namoz o'qishdan saqlab qoldi. Payg'ambar alayhissalom ularga, biz safarga chiqish oldida turyapmiz. Allah xolisa safarimizdan qaytib kelgandan keyin boray dedi. U Tabuk g'azotidan qaytib Madinaga kelishga bir kun yoki uningdan ozroq vaqt qolganda uning qishig'a Jibril alayhissalom tushib, ularning bu masjidni mu'minlarga ziyon yetkazish, kufrni ko'paytirish, birinchi kunidan tortibla taqvo asosi qurilgan masjiddagi mu'minlarning jamoatini parchalash qatorliqlarni ko'z tutib solganligini xabar qildi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom Madinaga yetib kelishdan ilgari bu masjidni chiqishga odam avatdi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbosning bu oyatning tafsirida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ansorlardan bir guruh kishi bir masjid soldi. Abu Amir ularga, bir masjid selinglar va kuchinglarning yetishicha kuch-quvvat, qurol-yarog' tayyorlanglar. Men Rum podshohi Qaysarning yeniga berib, Rum askarlarini boshlab kelaman. Muhammadni va uning sahobalarini Madinadan haydab chiqaraman degan edi. Ular bu masjidni bitirib bo'lib, payg'ambar alayhissalomning qishig'i kelib, biz masjidimizni bitirib bo'ldik. Biz sening bu masjidimizga kelib namoz o'qishingni va bizga barakat tilab duo qilishingni xohlaymiz dedi. Ondan g'olib va buyuk Allah, u masjidda mangu namoz o'qimagan degan yerdan Allah zolim qavmni hidoyat qilmaydi degan yergacha bo'lgan oyatlarni nozil qildi. Biz faqat yaxshilikni iroda qildik deb cho'qim qasam qildi. Ya'ni bu masjidni solganlar biz bu masjidni faqat kishilarga yaxshilik qilish va ularga mehr shafqat ko'rsatish uchun soldik deb qasam qildi. Alloh taolo mundaq deydi: Alloh guvohlik berdiki, ular shak shubhasiz yolg'onchilardir. Ya'ni ular ko'zlagan maqsad va niyat qilgan narsalarida yolg'onchiliklardir. Ya'ni ular ko'zlagan maqsad va niyat qilgan narsalarda yolg'onchilardir. Ular bu masjidni faqat Quba masjidiga ziyon yetkazish, Alloh taologa bo'lgan kufrni ko'paytirish, mu'minlarning orasini parchalash, Alloh taologa va uning payg'ambariga qarshi turgan odam Abu Amir rohibning kelishini kutish maqsadida soldi. U masjidda mangu namoz o'qimagan. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni uningda namoz o'qishdan to'sdi. Bu umid payg'ambar alayhissalomga ergishadiganligi uchun, bu ummat payg'ambar alayhissalomga ergishadiganligi uchun ularning bu masjidda namoz o'qishi mangu cheklandi.
Quba masjidi va uningda namoz o'qishning fazilati. Alloh taolo Payg'ambar alayhissalomni birinchi kunidan tortibla o'ziga itoat qilish, payg'ambarga ergashish, mu'minlarning orasini birlashtirish, islom diniga va musulmonlarga joy hozirlash qatorliqlardan iborat taqvodorlik asosiga qurilgan masjid Quba masjidida namoz o'qishga rag'batlantirdi. Birinchi kundan tortibla taqvo asosiga qurilgan masjid haqiqatan sening namoz o'qishingga eng loyiqdir. Bu oyatda ko'rsatilgan masjid Quba masjididir. Shunga Imom Ibn Majah va Tirmiziy rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: Quba masjidida namoz o'qishning savobi umr qilganning savobi o'xshashdir. İmam Buxoriy rivoyat qilgan bir hadisda mundaq deyildi: Payg'ambar alayhisalom Quba masjidini uloqqa minib yoki piyoda berib ziyorat qilib turadi. İmam Davud, Tirmiziy va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan bir hadisda mundaq deyildi: Payg'ambar alayhisalom Madinaga kelgan birinchi kuni Amr ibn Avf jamoatidagilarning uyiga tushdi. Quba masjidini selish uchun uning o'zini qo'yganda Jibril alayhissalom kelib, uningga qibla tarafni belgilab berdi. Imom Ahmad Uvaym ibn Sa'id Ansariyning mundaq deganligini rivoyat qildi: Payg'ambar alayhissalom Quba masjidiga kelib jamoatga: Shek shubhisizki Alloh taolo bu masjidinglarning qissida sizlarni pok bo'lishni so'ydigan kishilar deb maqtadi. Sizlardagi pok bo'lgan narsa nima? dedi. Ular: Ey Allohning payg'ambari, Allohning nomi bilan qasamki, biz hech narsani bilmaymiz. Faqat bizning Yahudi qo'shnilarimiz bor edi. Ular cho'ng tarat qilganda suv bilan istinjo qiladi. Bizmi ular istinjo qilgandek suv bilan istinjo qildik dedi. Bu hadisni Ibn Hudayma rivoyat qilgan. Birinchi kunidan tortibla taqvo asosiga qurilgan masjid haqiqatan sening namoz o'qishingga eng loyiqdir. Uningda gunohlardan pok bo'lishni so'yadigan kishilar bor. Alloh ichki va tashqi jihatdan pok bo'lg'uvchilarning do'stidir. Bu oyat tunji bino qilinishdan tortibla hech shirki yo'q, yolg'iz Alloh taologa ibodat qilish asosida selingan qadimiy masjidlarda va namoz o'qishning yaxshi ekanligini, shundaqla namozni yaxshi jamoat bilan islom diniga amal qiladigan, tahoratni hamisha mukammal elishga tirishadigan, kiyim-kechaklarni paskin narsalardan pok tutadigan bandalar bilan o'qishning yaxshi ekanligini ko'rsatib berdi. İmam Ahmad Payg'ambar alayhissalomning sahobalaridan bir odamning mundaq deganligini rivoyat qildi: Payg'ambar alayhissalom sahobalar bilan fajr namozini o'qidi va namozda Rum surasini o'qib o'tib izib ketdi. U namozni o'qib bo'lib mundaq dedi: Sizlardan tahoratni yaxshi olmaydigan odamlar bizning qiroatni izib ketishimizga sababchi bo'ladi. Kim biz bilan namozga hozir bo'lsa, tahoratni komil elib kelsin. Bu hadis tahoratni komil elishning ibodatni ado qilishni osonlashtirib beradiganligini, komil tahoratning ibodatni shariatda belgilangan bo'yicha to'liq va mukammal ado qilishga yordam bo'ladiganligini ko'rsatib berdi. Dinning binosini Allohning taqvodorligi va roziligi asosiga qurgan odam yaxshimi yoki uni yiqilay deb qolgan yorning girvigiga qurib
o'zimi uning bilan birga do'zax o'tiga o'rilib tushgan odam yaxshimi? Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Taki ularning yuraklari par bo'lib o'lmaguncha ularning salgan masjidi, ya'ni masjidi zirar, dillaridagi gumon munofiqlikning yiltizi bo'lib qelaverdi. Allah munofiqlarning ahvolini bilib turg'uchidir. Ularning yomon niyatiga asosan ularni jazolashda hikmat bilan ish qilg'uchidir. Mazkur ikki masjidning orasidagi farq. Allah Taala mundaq deydi: Allah Taalaga taqvodorlik qilgan, Allah Taalaning roziligini tilagan asosda masjid solgan odam bilan mu'minlarga ziyon yetkazish, kufrni kuchaytirish, mu'minlarning orasini parchalash, Allah Taala va uning payg'ambariga qarshi turgan odamning kelishini kutish asosida masjid solgan odam o'xshash bo'lmaydi. Bular masjidni faqat yiqilay deb qolgan yarning girvigiga solgan odamga o'xshaydi. Yer qo'murilib tushsa, masjidmi o'rilib tushadi. Bu odam do'zax o'tiga mana shundaq yiqilib tushadi. Allah zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Ya'ni haddidan oshquchilar yaxshi amal qilmaydi. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhuma mundaq deydi: Payg'ambar alayhisalomning zamonida payg'ambarga ziyon yetkazish uchun selingan masjidni uningdan chiqayotgan holatni ko'rdim. Taki ularning yuraklari par bo'lib o'lmaguncha ularning salgan masjidi, ya'ni masjidi zirar, dillaridagi gumon munofiqlikning yiltizi bo'lib qelaverdi. Ya'ni mo'zayga ibodat qilguvchilarning dillariga uni yaxshi ko'rish yiltiz tortib ketganidek, ularning bu qabih ishni qilishga qadam bosganligi sababidan Alloh Taala ularning dillariga munofiqlik va shaklinishni miros qilib qoldirdi. Allah bandalarining amallarini bilib turg'uchidir. Ularning yaxshi yomon amallariga qarata ularga muvofiq yoki jazo berishda hikmat bilan ish qilg'uchidir. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Tavba surasi tafsiridan 110-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.